Assalomu alaykum, qadrli va albatta hurmatli Chorva Mix obunachilari, YouTube, buqa, mamlaqangi bug'oz, albatta chorva ishqibozlari. Qadrli obunachilar, hafta kunlarimiz bugun 4-aprel, haftaning muborak juma kuni 2025-yil. Barchalaringga qadrli obunachilar, hurmatli obunachilar, juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Xo'p, qadrli obunachilar, bittadan videomizga ayamasdan like bosib qo'yinglar. Videolarimiz tarqalishiga albatta yordam bo'ladi, chunki hozir bug'oz ishqibozlariga, sigir ishqibozlariga inshaalloh juda bir chiroyli yangiliklar aytamiz, xudo xolasa. Yaxshi ma'lumotlarni aytib o'tamiz sizlar uchun. Sizlar ayamasdan like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmaganlar ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya, ya'ni qo'ng'iroqcha obuna tugmachasi turibdi. Shunday bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh biz qo'ygan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Like bosib qo'yinglar, sizlar uchun manfaatli videolar xudo xolasa qo'yaveramiz. Xo'p, qadrli obunachilar, mana bu bug'ozlar hammasi Rossiya Respublikasidan tashlangan video. Xudo xolasa 3 kun ichida inshaalloh mana shu bug'ozlar O'zbekiston Respublikasiga kirib keladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyati Xovos tumani 59 ga o'sha sizlar bilgan Ilyosbekning fermasiga xudo xolasa mana bu bug'ozlar kirib keladi. Mana shular 50 bosh. Ichida Mickey Mouse'li bug'ozi ham bor, Greenford va naryoqda Simmentalniki ham bor, xudo xolasa. Bug'ozlar inshaalloh kirib keladi. 50 bosh. Ikkinchi, uchinchi qoringa eng uzog'i, birinchi qoringa bug'ozlari ham bor. Bularda asosan xudo xolasa yo'lda tug'ib qolishi mumkin bo'lganlari bor, yo'lda tug'ib bolasi bilan kiradiganlari bor va albatta bu yoqqa kelgandan keyin ham xudo xolasa 1 oy 20 kunda ko'p tug'aydigan asosan bularni, qadrli obunachilar. Mana bug'oz olmoqchi bo'layotgan, mamlaqangi zotni, mamlaqangi nima, g'unojinni xolos bug'ozini so'rayotgan akalarimizga bu katta yangilik. Mana juda ko'pchilik mendan ham so'rayotgandi, buni bug'oz yo'qmi, g'unojini yo'qmi, ena bolasi yo'qmi deyotgan akalarimiz bor edi. Mana xudo xolasa 50 bosh kirib kelyapti. Bugun 4-aprel bo'lsa, inshaalloh 7-aprellarga nari beri kirib keladi. Bu sigirlar yo'lga chiqib bo'lgan, yo'lda kelyapti. Hozir bu Rossiyada mana yurgan holati. Ilyosbek iltimos qildi, shu videoni qo'yaylik. Olmoqchi bo'layotgan akalarimiz bo'lsa 2 kun, 3 kun qarab turishsa, inshaalloh mana kelsalar qilib beramiz ishni, xudo xolasa. Ekran ostida telefon nomerini qo'yib ketaman. Qanaqa ma'lumot bo'lsa, ma'lumot kerak bo'lsa telefon qilib Ilyosbekning o'zi bilan gaplashaverasizlar. Inshaalloh xudo xolasa bu sigirlar kirib kelgandan keyin, Ilyosbek fermasi tushgandan keyin albatta katta video qilib to'liq yana ma'lumotlarni xudo xolasa beramiz. Mana bug'oz olmoqchi bo'lgan akalarimiz 2 kun, 3 kun qarab tursalar, inshaalloh 50 bosh mamlaqangi 10 kun, 20 kun, 1 oyda tug'aydigan, ya'ni tuqqanlari ham xudo xolasa Ilyosbek fermasiga kirib keladi. Akalar, like bosib, videoni chorva guruhlariga, tanishlarga tarqatib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Bug'oz so'rayotganlarga albatta shu videomiz tarqatib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta yaxshi kunlarda uchrashguncha. Sog' bo'linglar.